Bo'ldi, yo bo'ldi. Hozir ko'rsatuv efiri boshlanyapti, efir. Ha, bo'ldi. Gap kalta qilasiz, xonim. Bo'ldi, biz tirikchilikdamiz. Ha. Ha, mehmon kelgan, mehmon bor, xudo xolisa. Ha. Bo'ldi, xo'p, rahmat, xo'p. Assalomu alaykum barchaga azizlarim, assalomu alaykum. Bu mening yurtim kanali, aziz do'stlar. Yana kechqurungi kulib boramiz loyihasi efir yuzini ko'rish arafasida aziz do'stlarim. Bugun albatta mehmonsiz biz taksiyimiz bo'lmaydi, bilasiz-ku. Bugun bir ajoyib ukamni taklif qilganman. Bu insonni sizlarga qanaqa tanishtirishga boshim qotdi. Hali hozir ijtimoiy tarmoqlarda bir narsa trendga chiqqan-ku. Topinglar, men qayerdaman deydi. Shunga o'xshab, topinglarchi mehmonim kim ekan? Botir aka ajoyib savollar beradi deysizlar, azizlarim. Boyliga bugungi mehmonim ajoyib inson. Ajoyib aktyor, o'zi kino aktyor, ham do'stlik ordeni sohibi, juda ko'p medallar, juda ko'p mukofotlar sovrindori. Yana bir alohida jihati qushchi ham. Ana shundan topsanglar ham bo'ladimi? Qushchi. Qushlarni yaxshi ko'radi juda ham. Rahmatli o'rtog'im Obidga o'xshab tuti boqmaydi-yu, lekin har xil bir haligi bir nima desam bo'lar, ekzotik, har xil haligi Indoneziyani, Malayziyani bir balo qushlarini boqadigan ajoyib yigit o'zi. Hamisha kulib turadi. Men bu yigitni ko'rsam, nuqul kayfiyatlarim ko'taradi. Keling do'stlar. Yaxshilarni qiynamaydi. Chaqirib qo'yinglar, ana o'zlari kelyaptilar, o'g'li kunlab kelyaptilar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Botir aka. Mana o'rtoqlar Muhammad Abdul Xayri mana bugungi taksi loyihamizni aziz mehmonasi. Ishlaring yaxshimi? Zo'r. Akajonim, xudoga o'zingiz salomatmisiz? Seni maqtadim, qushlari bormini dedim. O'shanga men o'zimcha hozir o'shani eshitib, o'zi o'tib ketyotgandim. Qarasa, syomka o'tgan ekan. Qaytib keldimki, ja qushchi emasman. Endi Obtakam, rahmatli Obtakam endi professional qushchi edilar. Biz endi nomiga menimcha lyubitelga yaqinroq bo'lsin kerak deb o'ylayman. Yo'q, senda bir ajoyib qush bor deb eshitaman-da. Haligi o'zi gapiradimi qushing yo nima qiladi u? Ertalab kofe damlab beradi. Yo'q. Kofe mashinani o'zi biladi, qaysi knopkalar o'zi tuk cho'qib, kecha kofe ichadimi? Yo'q, kofe ichmaydi. U qurt bilan chigirtka yeydi. Qurt bilan chigirtka yeydi qanaqa? O'lganini ham yeyveradimi? Yo'q. Faqat tirigan yeydi, o'laksa qo'rmasdi. Ha, tirigan yeydi. Xullas, men nima demoqchiman? Men ja qushchi emasman. Tag'in ko'rganlar, bu ham qushchi bo'lib ketdi deb boshqacha o'ylab qolishmasa, men yaxshi ko'raman sayroq qushlarni. O'shaning uchun Botir akam men eshitganlar, ko'rganlar, borganda qushlarim o'shaning uchun qushchi deyordilar. Hozir ezakat menimcha balon aytyordi. Ya baland emas, hammasi yaxshi. Obtakam rostdan ham qushchi. Hammasi normal, xudo xolisa. Bugun bizni kulib boramiz taksi loyihamizga xush kelibsan, Muhammad Zo. Xush bo'ling aka. Boringga shukr, kayfiyatlaring demak yaxshi. Har doim, Allohimga shukr. Tinchmiz. 4 munchamiz sog'. Sizdek akalar bor. Men kadr orqasida mana shunaqa maylindi, qanaqa bo'lsa ham maylindi. Qanaqa bo'lsa ham ukalarimiz bor. Endi mana bunaqa do'stlarimiz bor. Men zo'r bo'ladi ekan. Uzoq bo'lsin. Demak, sen bilan bugungi loyihani boshlasam bo'ladi, azizlar. Akajon, boshlaymiz. Aziz do'stlarim, bizni kuzatishda davom etasizlar. Bu kulib boramiz loyihasi. Aziz do'stlar, yakshanba oqshomi barchalarga xayrli bo'lsin, azizlarim. Ilohim, xayrli. Landi. O'yinimiz boshlandi. Bo'pti, Muhammad Isoyi. Kayfiyatlar yaxshimi? Yo'q, akajon. Kayfiyatlarchi a'lo darajadan a'lo. Mana bugun sizni qo'yqadamlaringizni ko'ramiz, ukajonim. Xudo xolisi. Telefonimiz hamma ilovaga ulangan. Qo'yqadamlaringizni ko'ramiz. Hozir buyurtma tushsa, agar xudo xolisa. Biladi nima bo'ladi? Ha, bugun voy, bizni kulib boramiz suvlari-ku, chiqqan mijozlarga qo'lingizga yoqib qolgan shularga bilan quyib beradi bizni. Raqamimizdan. Biz taksi loyihamizni boshqa taksilardan farqi shundaki, manziligacha agar sizni bilan men gapirgan gaplarda, ayniqsa Muhammad Abdul Xayri turganlarda kayfiyatlari ko'tarib borsa, yo'lkira haqini to'laydi. O'zlari to'laydi. Agar kulmasdan xo'mrayib boradigan bo'lsa, o'rniga Muhammad Abdul Xayri to'laydi. Aytib qo'yinglar. Anaqa. Xudo xolisi deb aka. Botir aka, o'yinga olmaganmi? To'g'ri. Ketdik bo'lmasa. Xo'p. Ko'rlar orasida oyna sotma, karlar orasida g'azal o'qima. Boshladik. Xudo xolisi gap yo'q. Mayli, qani. Mayli, siz nima deysiz shu? Bismillohni boshlayveraylik qani. Bismillah. Ana telefonchi joyimdan qo'zg'almasman telefonimchini. Qo'yilma, mana shu yerda turgan ekan qaybdadir. Qani mana. Haqiqatdan bu yashin tezligida ishlayotganmi? Ya, o'zi xoshina qo'yib ketdi ilovalar. Hamma shunaqa qo'yib ilgari qo'l ko'tarib to'xtatishardi. Bilamizmi ko'chada? O'zimiz. Shunaqa mana. Ana taksi kelib to'xtadik, mana bu yerda bilmadim. Kim chiqar ekan? Qani ko'ramiz. Qani do'stlar, deydi. Bormi kimdir? Ha, bu pasam men. Aqroy kabir hech kim yo'q. Hech kim yo'q bilmadim, lekin mana bu xabar qilganmiz. Anaqa chaqirgan. Qani kimdir oshmoqchi ish. Ha, taksi keling.
Taksi kelinglar. Kelinglar. Alaykum Bola assalom. ham bor ekan. Boringlarga shukur. O'tirib olinglar. O'tirib olinglar. Alaykum assalom. Boringlarga shukur. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Boringlarga shukur. Qani? Kimsiz? Sizning ismingiz nimada? İsmim Ziyoda. Ziyoda. Ha, bu Hayron qoldirdinglar. kimlar bular? Bular kimlar? Yoningizda. Qizim Safiya, Ha. o'g'lim Doston. Qoyil. Endi bizlar taksimizga kulib boramiz, taksiga chiqib qolibsizlar. Sizlar o'zi oddiy taksiga buyurtma bergansizlar. Mana ko'rib, benim kelib qoldi. Endi agar manzilingizgacha kayfiyatingizni ko'tarib boradigan bo'lsa, demak, yo'l kira haqini to'laysizlar. Agar xo'mrayib boradigan bo'lsalar, o'ninglarga bilaman, hisob to'laydi o'ninglarga degan joylar. Mana do'stlarim, Qachgacha boramiz o'zi shunda? mana lokatsiya tashlaganlar mana. Uzoq emasmi? Yunusobod tarafda ekan. Qani. Qayerga ketyapsizlar o'zi? Yunusobodga ketishayotgan ekan. Yunusobod ko'rsatyapti. Qani. Почемучкасы bor edi. Почемучка. Почемучка. Da. Boladan nechta singiljonim boladan? Borishuv deng. Ikkita. Xudoga Borishib. shukr. Ha, o'zingiz nima ish qilasiz? O'qiysizmi, ishlaysizmi? Yo'q, ishlaymiz. Qayerda ishlaysiz? Sir bo'lmasa agar. Salonda ayollar go'zallik Oo, saloni. damski salon. Damski salon. Choch olib, choch ekib. Ha, choch olib, choch ekib, kosmetologiya degan joylaridan. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Mana boriga shukur. Ular kim bilan? Qaynona, qaynatalar bormi yo o'zingiz alohida turasiz? O'tib qolganlar, Ha? xo'jayinimiz borlar. Xo'jayingiz borlar, boringizga shukur. Sog' bo'lsinlar. Ilohim qo'sha qarib yuring. Rahmat. Urushib qolmaysizlarmi hech bir anaqa pochcham bilan. Endi har bittada odamdan so'rasa, biz hayotda mana bular bilan hech qachon biz urushmaganmiz, hech qachon sanmanga bormaganmiz, bir-birimizni gapsiz tushunganmiz deydi. Kamera o'chishiga baroting. Nima o'chirayotingni? Bunaqa. Bu o'zi aslida urushchi, urushib qolish, yomon ko'rgandan qolmaydi-yu. Mana shu bir-biriga muhabbat kuchli odam bir-birlar ko'pincha urushib qolar ekan o'zi. Mana shu kuzatilgan. To'g'rimi? To'g'ri-da. Shu bolalarni deb urushib, yulishib, sekin-sekin degan. Yulishmanglar. Kulyaptilar bular. Ha, kulyaptilar, zo'r. Demak, pulni o'zlari to'laydilar. Ya xudoga shukr. Kayfiyatlari Bemalol ko'tarilsa. endi bu yoqqa ketaversak ham bo'ladi. Sizlarga qiziqib, bizning o'g'limiz ham kinoga chiqmoqchi. Yo, qoyil. Chiqsin ilohim, o'quvchi endi o'qish kerak-da. Buncha o'qish kerak. Bizzachini o'qish kerak, o'rganish kerak. Ustoz ko'rish kerak. Muhammad Iso qushboqadida, Ha. singiljonim. Boboyapti gapiga maza qilib kuldimda, ko'rsatuv boshlanishidan oldinda, u qushi qurtxo'r ekanda, qurtxo'r. Bu aniq oddiy don, bug'doy, mana nimalarni jo'xorilarni bersangiz yemas ekan. Unga har kuni bitta chigirtka yoki bitta o'zini qurtlarini berish kerak ekan. U qurt ham tirik bo'lish kerak ekan. Ha, O'lgan bo'lsa yemas ekan. Endi eng qiziq joyi, men kulgan joyim, kulgili joyi qayerda? U qushdan tashqari u qurt o'lib qolmasin deb qurtni ham boqar ekan. o'lib qolmasligi kerak. U menimcha, o'lgan chigirtka bo'lgan qurt jig'ildanni qaynatsa kerakdir-da. Bir-ikki kundan cho'qib ko'radi, yemaylar. Yo'qni qarab turadi. O'rni och. Keyin men tirigini beraman. U tirik bo'lish uchun ularga ham sabzi berib turish kerak. Qizil sabzidan o'zini qush boqadiganlar yaxshi Yo, bo'ladi. menimcha to'xtang, yana bitta gap. Sizga o'sha qurtlarni sotgan odam bor-ku, unga ham har haftada menimcha har payshanbada bir tog'ora somsa qilib borib tursangiz kerak. Uylariga shunaqa bo'lsa kerak. Bor shunaqa joylar. Endi uni sayroqaga, ya'ni ishqiboz bo'lgandan keyin libboy narsaga tayyor bo'lar ekansiz. Ha, bu ham bir kasallik o'rtoqlar, bu ham. Hali yetib oladi hozir oladi. Jim. Men bitta hozirga chiqib ketsa anaqa, mabodo egarim. O'g'illar qarayapti. O'rgatilgan. Namorniki bor. Kichkina is bor. Jim, graf, Jim. Oti nima edi? O'g'lingiz oti? Oti nima, Dostonmi? Doston. Doston deydi hozir kuchi, qarab tur. Graf Golos. Graf Doston. Ana, eshitdingmi? Sanoting ham yetadi. Jim. Qandagani bola yaxshi-da. Sraz turib ko'z bilan qarab, boshida it bor. Jim. Boringlarga shukur, mayli. Singlim umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Aziz do'stlar, bizni kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Kulib boramiz loyihasi Mening yurtim kanalda. Yakshanba oqshomi barchalarga xayrli bo'lsin. Kayfiyatinglar ko'tarinki bo'lsin. Mana bugungi taksi mehmonimiz, loyihamizning mehmoni ajoyib aktyor Muhammad Iso Abdulxayirov do'stlar. Sog' bo'ling. Shunda bu orqada o'tirgan hozir singlimiz rostakazim bo'lib beradilar.
Ha, rost akasini pul beradimi? Yolg'onda akam pul beradimi? Ishingiz yaxshi bo'lib qolibdi bu Yo, tiriga. so'rang, siz so'raysiz hozir tushayotganda, kayfiyatingiz ko'tarildimi deysiz. Ko'tarildi deydi. Ani gap bekor etib qo'yibsiz deb boshidagina. Naqd to'laysizmi, kartadan to'laysizmi? Siz ana o'zi mijozi xohishiga qarab to'langlar, ilovaga ulangan. Xohlasalar kartadan tashlasalar, xohla undan tashlasalar. Men hozir narxini aytaman, borgandaga mana bitta ilova ko'rsatadi o'zi. 5 pulligini. Bo'ldi. Ha, shunaqa. Qanaqa to'laysizlar? Kartadan plastik, onlayn. Nalichida to'laymiz. Nima ichida? Nalichi to'lmaydi. Ha, bo'ldi. Naqd to'lar Naqd ekanda. to'laymiz. Bizga naqd asal, bilasiz. Bo'ldi. Keniyazga olib berganda u ham naqdini so'raydi. Mani ham bir anaqa qilib, mana shunaqa tomoshni olib, mana shunaqa ko'rsatuvchi olib yursam bo'lmasmi? Bo'ladi. Soat taksichi bo'lib yurasiz ko'chalarda. Hech gap emas. Ya mana Mana skori. manzilga ham yetib kelib qoldik. Xudo xolasa. Bo'ling Botir aka gap yo'q. Boringlarga shukur, Siz ham Allohga lokatsiya olsin. bo'yicha kelganingizni qarang. Mana lokatsiya bo'yicha keldik azizlar. Boringlarga shukur, rahmat. Siynijonim, umringiz uzoq, darajoningiz sog' bo'lsin. Sizdan 28 ming bo'ldi. 28 mingmi, 50 mingmi? Yo, 28 ming bo'ldi. Va 28 ming bo'ldi. Mana naqd to'lasalar, mana eshiklarimiz ochiladi do'stlar, deydi. Rahmat. Qani azizlarim, qani. Mana ushiydi. Mana mana 28 ming, 2 ming qani? 2 mingni biz beramizda. Manda yo'q. Biz beramiz deb, biz beramiz deb. 2 mingga rozi bo'ling, qurib bersa bo'ladimi 2 mingga? Kam bersa bo'ladimi 2 mingga? To'ysan ham shuni qishida aktyor bo'lasan. Mana 2 ming, mana Siynijonim 2 ming. Botir aka bu ani ba'zi bir do'konlardagi sistema yo'q ekan. Haqqoniy haloliy ekan. Halol. Zo'r. Gap qo'yish mumkin. Haloli deydi. Rahmat seni. Siynijonim, sog' Pulinglarga bo'ling. rozi bo'linglar. Tishini yaltirab turganini ko'rib kulyapti deb o'ylamang. Balkim uni jahli chiqayotgandir. Yana jiringladi mana qarang. Ishingiz yaxshi ekan siz. Poy qadamingiz zo'r siz, baraka toping. Qani bozing chiqadi. Bugun hallaqma xo'rlik qilarkan. Nimaga unaqa qilsangiz? Ya gap yo'q. Mehmon ham quvaraman, bilasiz. Hozir mana shu turganlarda bormi endi? Yo, turganman. Mana kelib to'xtayman men. Lokatsiya bo'yicha kelib to'xtayman men. Mashinami? Yo'q, bilmayman, shularmi, boshqami, qani ko'ramiz deb. Nasib qilganida, Kelib nasib nasib qilgani bo'ladi. Jonim, qani. Ya'ni endi Taksi, chiqinglar. Va alaykum, voy ona qizim. Issiqlarda qolib ketibdi ona qiz, boriga Valik. Mana o'tirdilar. Bular oddiy taksiga buyurtma bergan, ko'rdingizmi? Sizlar qanaqa taksiga chiqqaninglarni bilasizlarmi? Qanaqa taksiga chiqqaninglarni bilasizlarmi? Nima qilib turibsizlar olib to'ydan qizalog'imda qizimman. Uyga ketyotgandik. Uyga ketyapti. Qo'yib ismingiz nima sizni ona qizim? Guli. Ha. Alisher aka poylab turibdilarmi? Sog' bo'ling. Bu qizchamizni ismlari nimadi? Farzand. Farzonami? Farzona. Qoyilman Farzona Ilohim, xon. sog' bo'lsinlar. Katta qiz bo'lsin. Zo'r xonadon kelin bo'lsin deyman. Sizni qizingizmi bu? Ha, men qizim. Bittami farzandingiz? Bitta. Siz ko'p kulurmi? O'zi men har doim kulib yuraman. Yo'q, ko'p kulursiz, pulni o'zingiz to'laysiz. Sizga ko'rsatuvni sekretini aytib qo'yapman. Ya, biz taksilar ham shunaqa kulib boramiz. Manzilingizgacha kayfiyatingiz ko'tarib borsa, Xo'mrayib borsa, yo'l haqini to'laysiz. Ha, ana o'shaning uchun. O'zi biz har doim kulib yuramiz. Gapirmasangiz ham bo'lardi. Har doim kulib yuring. Har doim sizni rosa kuzataman de. O'zi men muxlisingiz emas, bilasizmi? Manimi? Ha. Menga nimangiz yoqadi, bilasizmi? Nimam yoqadi, qani aytingchi? Mana bunaqa mimikalaringiz bor-u. Qanaqa aytib bering. Mana bunaqa mimikalaringiz bor-u. Botir aka, siz bo'lsangiz ani menga anaqa qilyapsiz. Boyagi bulardan oldingi mijozga orqasidan men hurmat yuzasida. Ya, edi. Mana endi o'zingiz bu yoqqa endi o'zingiz mana guvohi bor. O'sha mimikalaringizni bering. May qarang. Qanaqa bitta ko'rsatib bering shu mimika. Hozir ko'rolmayapman. Qarang, mana bunaqa mimikalaringiz bor-u. Chaqib bering. Qaysi chiqayra qoling. Endi shu Nima mimika qilyapman-ku? ko'rdim. Chekinga qilyapman. Rahmat. O'zi meni mimikam bunaqa emas-ku. Malika, sizniki ham chiroyli ekan mimikalarıngiz. Ikkalovi bitta kinoda o'ynasanglar bo'lar ekan Muhammad O'zim Sodiq. aktrisa bo'laman sekin-sekin. Xudo xolasa, bemalol. xohlasa. O'zicha bemalol, oson bo'lib qoldi. Bemalol mana ertalab uyg'onasiz. O'zi doktor edingiz yoki injener edingiz yoki kassir, buxgalter, farqi yo'q, o'rtoqlar, farqi yo'q. Ertalabda uyg'onasiz. To'xtab tur. Bugun aktrisa bo'lib ketsam bo'lmasmi? Bo'lib ketaveradi. O'zi o'xshab chaqmasa. Yo, o'zi hamshiraman-da. Ana, Nima kerak? Mana hozircha ertadan
Dushanbadan aktrisa bo'lib ketding mana bu. Oo. Mana xohishingiz bormi? Qarang. Bo'ldi, tamom. Aktrisasiz. Hey, o'rtoqlar. Aktrisa. Yana bitta aktrisaga ko'paydik o'rtoqlar. Bizni kuzatishda davom eting. Bu taksi loyihasi o'rtoqlar. Bugungi Taksi. mehmonimiz mana Iso Abdulxayirov o'rtoqlar. Sog' Mana bo'ling. ajoyib mana Ko'rganimizdan siz. juda xursandmiz. Manichi ko'rmasanglar ham xursand bo'lib yuringlar. Har doim televizorda kuzataman. Iloyim, Endi biz ham xudo xohlasa kuzatishda davom etavering, iloyim. Ilojingizda telefonlarni olib qoling. Bu hamshira ekanlar. Kerak paytda hamshiralarning xizmatidan Nima foydalanish. yo'nalishda hamshirasiz? Medsestra. Medsestra. Yana ham Endi tushirasiz. hamshirani to'xtatmoqchiman-da, aktrisa bo'lmoqchi. O'sha dushanbadan bo'ling. Ertaga dushanba. Mana ertadan dushanba, ertadan bo'ring. Ey, bor Ertagacha 12dan boshlang aktrisalikni. Endi sekin-sekin endi. Yo, xo'p, Ana qilib to'rdan boshlang, Xo'p, to'rdan. boshlasin. Xo'p, nimadan boshlaydi? Qaysi kinodan boshlaydi? Bundan kelib o'ynab ketaveradilar hozir. Mana nima ko'p serial ko'p, mana juda ko'p. O'sha telegrammaga a'zo bo'ladilar deyishdi. A'zo bo'ladilar. O'ynagim kelyapti deydilar, bo'ldi shu. Endi yog'in men qanaqa qilib men bilib ustida turman, lekin rostdan ham mana shunaqa bo'lib ketyapti. Aktyor, aktrisa. Ertaga agar sekin-sekin bo'lsa 12dan emas, 4da boshlayman. To'g'ri o'xshamasa 8danga точно o'xshaydi. Shomladi, bosh asallar. Mana haligi lokatsiya bo'yicha keldik. Nech Nech pul bo'libdi? Rahmat. To'xtang, tushmasdan turing. 25 ming bo'libdi. To'xtang, men hozir birinchi tushaman. Aha. Hurmat yuzasidan. Ye, ye. Hurmat yuzasidan. Ye. Men eshikni qanaqa qilardi? Hop, mana hop. Eshikni men o'zim ochaman. Bu servis shunaqa. Qani. Va ana endi pulni kim to'laydi Botir aka? Pulni o'zlari mana kayfiyat so'raychi, Kayfiyatingiz yaxshi bo'ldimi? Kayfiyatimiz. Pulni naqada o'zingiz to'laysiz. Men joyga pul men dedim. Kartadan to'laysizmi, nimadan Hay, to'laysiz? kartadan Agar to'lab umr oling, yeb kelganingizda pulni men to'layirdim. Men hech kulmayman-da. Kulib yashang, Bo'ldi, kulib bo'ldi. Kulib yashang, iloyim. Unaqa demang, kartadanmi? Kartadan to'layveraman. Keyin kulishaverasizlar Muhammad Sobirlar. Menga farqi yo'q. Qancha bo'ldi? 25 ming bo'ldi. 63 ming bo'ldi. Yo'q, 25 ming. Ustiga qo'yma, o'zbek. Yo'q, Bozorda emassan, unaqa gap yo'q. 25 ming bo'ldi. Endi O, tushdi, plyus tushdi. Bo'ldi, mana rahmat. Tushdimi? Ha, tushdi, plyus tushdi. Mayli, rahmat. katta Sog' bo'ling, rahmat. rahmat. Sog' bo'ling, kayfiyatlaringiz hamisha 100 bo'lib yursin. Boringizga shukur, rahmat, salomat bo'ling. Bizlarni mana shunaqa taksimizga o'tirib turinglar. Asal qizimiz bilan faxrlanib yuring. Sog' bo'lsinlar. Salomat bo'linglar. Xo'p, rahmat. Hop, Botir aka, ana bu Hatso, полный programma bo'ldi. nima bo'ldi? Sizga men tushunmadim bugun. Hurmat, ko'rsatuvni hurmat. Championingizdan turmaganmisiz? Nuqul Yo'q, ayollarni ko'rsangiz, mashinadan tushib ketyapsiz. Yo'q, hozir siz meni mana shunaqa qilib, odam mana shunaqa rostdan shunaqa deb o'ylab qolishi. Men bu bor yo'g'i hurmat yuzasidan. Aslida bu ko'rsatuvni hurmati bo'lsa. Ya, to'g'ri, lekin hali bironta bir kelgan mehmonim bir tushib, mehmonni kuzatib qo'ymagan birinchi marta Endi o'rtoqlar. ayol kishi bo'lgani uchun men bu tushib bir iltifot qo'ydi. Endi tomoshabinlarda boshqa fikr uyg'onib qolmasin deyman-da. Endi okajon, haligi hamma o'zini chirigan miyasi bilan chirigan narsasini o'ylayveradi. O'shaning uchun chirigan miya deydilar. Uzr so'raymiz. Sog' miyalar uchun bu faqatgina. Lekin tushungan odamga eng asosiysi bu ayol bir umr eslab yuradi. Muhammad Abdulxayir shaxsan eshiklarni ochib, men tushirib qo'ygan mashinalarni. Ayol kishi bo'lgani uchun. Boringizga shukur, yana qizlari bor ekan deb. davom etamiz. Ketdik keyingi mijozga azizlarim. Ketdik. Qaroqchi yo hamyoningni so'raydi, yo hayotingni so'raydi. Ayol kishi esa ikkalovini ham. Baxtimizga sog' bo'ling, qaroqchi, ayollar. Xo'p, mana endi Iso, bugun Xudo xolasa sizni yuzga olib borayman. Kechgacha tirikchilik qilib, poyqadamiz yo'qmi? Ketmagan. Telefonchilik qilib qo'ymayapti-yu. Mana shu bizdan odammi? Bilmasam, mana endi kelib to'xtadik, mana Qani, qani mana ko'raylikchi, mana. Shunga o'xshayapti. O, kelinglar, taksi kelinglar. Taksi chaqiring. Voy, qani. Yo, alaykum assalom. Siz ketmadinglarmi? Qani, Bizanichi mana bunaqa kulib boramiz degan suvlarimizni ko'rganmisiz? Bu dunyoga kelganmisiz? Mana qarang. Men sizga hozir muzdekkina joyida bizning mashinamizni ichi qarang. Hozir shu ko'rsatuvni mana chap qo'lim bilan uzataman, xafa bo'lmaysiz. Oling bolam. Barakalla, salomat bo'ling. Mana bizda issiqda. Endi tanishamiz endi. Bu qizchaning ismlari nimadi? Nigorasmi? Nigoraxon. Bu Nigora. yigitchaning ismlari nimadi? Umarxon. Umarxon, Hazrat Umarxon. Oh, necha sinfda o'qiysiz Hazrat Umarxon? 6-sinfga o'tdim. 6-sinfga o'tdingiz darrov a? Ha, o'ylanmadingizmi hali? Ya, Hali o'ylanmadingizmi? O'ylantirishmadimi? Nega? hali uylanmadim. Nega o'ylanmadingiz? Nimaga? Kecha qolyapsiz-ku, o'ylanish kerak. Hali yoshmiz. Ha, yoshmisiz? Ha, yosh. O, bu kim bo'ladi? Bu qizcha kim bo'ladi? Oyimli.
Ye? Oyinglar Ha. hazillashma bolam, mana bu yuraging parqma, men bu rolda ketyapman. Mazam qo'shib Yo'q, qo'ygan. o'g'lim. O'rtog'imman desa kerak deb kutdim. Yo'q, men yo'q, opacham yo'q. Shunaqa desa kerak dedi. Yo'q, Voy, o'g'lim. Nigor, rostdan onasimisiz? Ha. Yo'q. Voy, yoshsiz-ku Nigoraxon, qanaqasiga o'rtoqlar, biz kulib boramiz loyihasi, o'rtoqlar har xil ishlar bo'lib turadi, o'rtoqlar, azizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi ko'rinishlari yani yosh bo'lsa kerakdir deb O'sha ekanda, Iloyim farzandingiz bittami? Ha, bitta. to'rtta yubormadilar. Yo'q, bitta. Kattasini sitta nimadingiz? So'da qayerga ketyapsizlar endi? Hozir shu ona bola ikkala uylar. Uyga Ketyapsizlarmi? Yo'q, nima qilibsiz unaqada? Aylanib, shuncha ish turganda. Desalar kerak, uydagilar ham. Qayil. Hech qanaqa ish bo'lmasa ham shuncha ish turganda deyaveramiz, nuqul. Hech qanaqa ish yo'q o'zi. Menimcha qo'shiq aytishga qatnashadilar, mana bu nima o'g'lingiz. Ha, o'g'lim qatnashadi. Qayerdan bildim? Qayerdan bildingiz? Usoma tushunmadim. Mavzuni bilmayapman. Qayerdan bildim shuni? Qo'shiq aytishga qiziqadi. Yo'q, qo'shiqchimisan Umarxon? Qo'shiqchi emasman. Qo'shiqchi bo'lmoqchi. Yo'q, aktyor bo'lmoqchiman. O'qitay. Sportchi bo'lmoqchiman. Sport Ham o'qib sportchi, ham aktyor. Kaskadyor bo'lasizda unda. O'zicha to'g'ri qilyapti. Hozir sport bilan shug'ullanib, hali kichkina bola-ku. Sportdan ba'zi bir narsalarni o'rganib, aytaylik salto qilishi, boshqa narsalarni o'rganib keyin aktyor bo'lsa, nur ustiga alonur lekin. Bu ham bitta katta qurol bo'ladi aktyor uchun. Mana misol qaraydi mana hozir salto qilishni bilganimda yoki bir oyog'imni ko'tarib Jeki Chanlarga o'xshab tura olaganimni ishlatardik. Lekin menga afsus u narsani qila olmaymiz. Shu o'rganmagan ekanmiz deyman-da. Lekin baribir aktyor bo'libsiz. Yo'q, men aytmoqchiman, agar bilganimda undan ham zo'r bo'lardi demoqchiman-da. Mana Valakangiz bilanlar taniysiz-a Valakani? Shamchiyev. Ana u salto ham qiladi, ham qiziqchilik ham qiladi, ham shpagatdan karate ham tushadi. Qayerlargadir borib Chuck Norris bilan rasmga ham tushib keladi va aktyorlik ham qiladi. Qarang mana. Xullas, mana shunaqa ekan. Qaysi shularni aytamiz endi? Sizlarga Qani ayt, o'zing qaysi bir maza qilasan? Qani aytchi qani? Tulpor. Davay, ket. Tulpor belida egar. Shamol, navdani egar. Navdani egar. Yuragim tulpor bo'lsa. Bulut boshimga tegar. Boshimga tegar. Malades. Qirg'iy qanotin yozar dilda aqldan ozar. Men qirlarda yugursam olamni shamol bosar. Barakalla. Anvar Sanayev yaxshi aytgan-a mana shuni. Yo'q, Anvar Sanayev aytmagan buni. Anvar Sanayev aytmagan buni, yo'q. Kim aytdi? Bu hali tangalik bolalar uchun yozilgan naqa-ku bu. Kim aytdi buni? Soundtrack-ku. Doston Baydullayev aytdi. Doston Baydullayev aytgan buni. Qaysi maktabda o'qiysiz, Umarxon? 117-maktabda. Ruschadami yo o'zbekchadami? O'zbekcha. Malayskiy tarafda. Yunusobodda. Yunusoboddan. O'zingizlar ham teshdinglar, shunda siz ham bor bilasizlar, shundalarni qara qil. Mana hozir yangi hech kim eshitmagan ishlarni aytib beraman. Xo'p. Tak. Tulpor. O'zini egar. Tulpor, yedini egar. Hey, tak. I repeat the nine. Read my candelabra, read my hobby, read my noun. And I will read till I will read my candle life. I baby alone. Bunu kim etken? $100 veremem topsayım. Kim etken? Mayet mi bu arada? Bunu Frank Sinatra etken. Mamını kim etken? You not the me, you know what you baby. Bunu kim? Michael Jackson. Çerezçör o'xshagandan bilib qoldingiz-a? Zo'r o'xshatganimdan bilib qoldim. Bittasi folbinni oldiga kelganda, folbinni oldiga Toshkentda qazilmagan ko'cha bormi debdi. Bor debdi. Eting desa, etmayman debdi. Nega desa, etsam o'tda ham qaziysanlar degan ekan. Ishangni o'cha. To'g'ri, rostdan. Ha, ana shunaqa do'stlar. Mayli Umarxon ham katta yigit bo'lsin. Kayfiyatinglar qanaqa o'zi, yaxshimi? Zo'r. O'zi biza bilan kelganda xushchaqchaq yaxshi bo'ldimi? Qanaqadir? Maza qildik. Ko'nglingiz ko'tarildimi? Ha. Demak, pulni o'zingiz to'layib qo'yasiz. Agar pulmasdan xo'mrayib kelganingizda pulni men to'layirdim.
ba'zi man haftalarda. kimgadir pul to'lay deb yuruvdim-da o'zi. Mana manzilga ham yetib Keldikmi? Voy, gap bo'ldi. Rahmat. Ha, bo'ldi. Men o'zim, Yo'q, men oy, eshikni, so- Ha, so. ha. Yo'q, eshikni o'zim ochaman, akajon. Eshikni o'zim ochib, Hop. haligi boyaga anaqa qilganda, Hop. Sizlardan 30 ming so'm bo'ldi. qancha Kartadan ekan? to'laysizmi, nimadan to'laysiz? Kartadan to'laman. Kartadan to'lab Bormi oling. kartochka deb qo'y. Ha, bor. Bo'ldi. Aka ko'proq biz menga o'tkazib yuboring pulingizni. Agarchi kulmasdan kelganinglarda men to'lardim. Tushunishmayapsiz. Xafa bo'ldinglarmi? Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, O'zingizni yaxshi baxti bo'linglar. kamolini ko'ring. Rahmat. Rahmat. Yaxshi etib olinglar. Xo'p, Salom salomat deylar. Hop. Kelib Voy, turinglar. voy. Siz yomon ekansiz. Hammani bitta olib tushib qo'yaverib. Mana shu sizlarni ko'rsatuvlar to'g'risida yaxshi fikr bildirsin deb Ha. jonim jadvolga beryapman. Botirga o'zi aslida. Haydovchi, tezlikni oshirma. Uyda seni jarimalar kutmoqda. Ilovani o'chiraman endi. Aha. Ilovani o'chiraman, ilovani pauzaga qo'ydim mana. Pauzaga qo'yib qo'ydim ilovani. Boshqa mijoz ola olmayman. Nega? To'g'risini aytsam. Bunaqa ish bo'lmaydi, o'rtoq. Nimasi Bunaqa ish yoqmadi akajon? yoqmagan joyini, bitta joyini aytaymi, eng asosiy joyini aytaymi, yoqmagan joyini. Ha. Muhammad Abdulxayr bugun taksi loyihamizni aziz mehmoni bo'ldi. Endi afsuski Iso sen haqida yomon fikr bildira olmayman. Ha. Lekin ukajonim, sen bilan bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Boshqa ko'rsatuvlarga biz o'rnimizni bo'shatib berishimiz kerak ukajonim. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Boringga shukur. Bugun meni ham kayfiyatlarimni Endi boshqa ko'tarding. tushganni ko'z ko'radi. Meni ham kayfiyatlarimni ko'tarding ukajonim. Rahmat. Qancha muxlislarimiz ham kayfiyatlari Sog' bo'ling. ko'tarildi, Sog' mijozlari bo'ling. kayfiyati ko'tarildi. Bundan ortiq Iloyim. baxt bormi bundan ortiq? Har doim sog' bo'ling Shunaqa bo'lishi akajon. kerak, aziz Ko'rsatuvga gap yo'q, lekin menga yoqdi, zo'r haqiqatdan ham. Sanjar, zo'r. Botir akami zo'r tanlatdilar. Zo'r, молодцы. Gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'linglar. Qani do'stlar, boringlarga Rahmat. shukur. Qani endi do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Har yakshanba xonadoningizda mehmondamiz aziz do'stlarim. Bu hozir yakshanba kuni hammanikiga borib yuramiz. Yo, har yakshanba kuni efirga ketadi ko'rsatuvimiz. Ya. Har yakshanba Uzr, kuni. men kimnikigadir 9:30da kechqurun bizni kuzatishda davom etadi. Meni yurtim kanalda azizlarim. Qani ketdik Xudo azizlarim. xohlasa. Oy! My five. Yorim ketaman deydi. O'sha Ketqizgani qo'ymayman. Yo'llariga chimdosib, dovda o'tkazgani qo'ymayman. Ey, yo'llariga chim bosib, dovda o'tkazgani qo'ymayman. Hayır.